O'zbekistonda 1-iyuldan nimalar o'zgaradi? Ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdori oshiriladi. Bu bo'yicha prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra 2026-yil 1-iyuldan pensiyalar va nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari miqdorlari 7% ga oshiriladi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori oyiga 1 83 ming so'm. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzandi uchun 386 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzandi uchun 295 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 177 ming so'm, oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 118 ming so'm. Bundan tashqari ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalar miqdori 7% ga oshiriladi. 2026-yil 1-iyuldan pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori oyiga 504 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1 360 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori 440 ming so'm etib belgilandi.